Hop, assalomu alaykum do'stlar. Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Bahromov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan Dilisida qanday olmos va tangalarni tez va ko'p olishlarini, to'plashlarini o'rgataman. Hop, birinchi bo'lib bizga Dilisini ochamiz. Hop, MyClubga o'tamiz. MyClubga o'tganimizdan keyin mana stadionimiz turibdi. Stadionimizga kiramiz. Stadion. Hop. Birinchi bo'lib, agar sizlarga tanga to'plamoqchi bo'lsanglar, tangani ko'p to'plamoqchi bo'lsanglar, stadioninglar mana 92-632% bo'lishi kerak. Ya'ni 92% bo'lishi kerak aniq. Xuddi shunday 92% bo'lgandan keyin tanga to'plash juda oson bo'ladi va reklamalar ham 100 ming, 120 minggacha chiqadi. Maksimum 150. Shunaqa chiqadi. Va buni foydasi juda katta. Birinchi bo'lib stadionni kuchaytirish kerak. Tangani birinchi ko'p to'plash uchun stadionni kuchaytirishimiz kerak. Keyin va mana ayta turibdi. Agar ko'proq odam sotmoqchi bo'lsangiz, masalan, odamlaringiz to'lib ketgan bo'lsa yoki odam sig'mayotgan bo'lsa, mana Training Country shu joyda kuchaytirasiz, yulduzlarni to'ldirasiz. Ammo tanga bo'yicha stadionni kuchaytirish kerak. 92% qilish shart. Hop. Keyin ko'proq reklama ko'rsiz, tezroq pul to'planadi va eng ko'pi mana bosdik. Masalan, biz hozir Chelsea bilan o'ynaymiz ekan. Chelsea bilan o'ynayotganda mana men O'zbekiston turibdi. Bu tomonda O'zbekiston Andijon bloklovchi o'zi turibdi. Men o'ng tarafda turibman. Chelsea chap tarafda turibdi. Agar men yana chiqib boshqa o'ynasam, mabodo Real Barsa bilan tushib qolsam, men o'ng tarafda chap tarafda turgan bo'lsam, adashib ketdim. Men o'ng tarafda turibman. Agar siz Real Barsalar bilan tushib, siz chap tarafda bo'lsangiz, mana Chelsea tomonda bo'lsangiz, stadion sizniki bo'ladi. Bunda stadionda o'zingizniki bo'ladi, ya'ni pullar ko'p olinadi. Agar bu tomonda bo'lsa, bu tomonda uncha ko'p pul bermaydi. O'ng tarafda bo'lsangiz, chunki o'zingiz stadioningiz bo'lmaydi. Hop, bu tomonda bo'lsa, chap tarafda o'zingiz stadioningiz bo'lsa, pulingiz ko'p beradi. O'zingiz stadioningiz o'ynayapsiz, chunki o'zingizniki katta 92% bo'ladi. Undan yaxshilab pul olsa bo'ladi. Agar bu tomonda o'ng tarafda bo'lsangiz, mana men singari bu tarafdan yaxshi pul olmaysiz. Shu. Hop, keyin mana bunaqa bonuslar beradi. Mana yerdan bonuslar bularni olib, buni bet olmasda. Va endi 2026-yilda kelgan futbolchilar, playerslar. Sevilla, Sabr, Berg. Ajoyib. Anderson. Menga yoqqani betdan yoqqan futbolchim Yildizni kutyapti. Yildiz yaxshi kelibdi Suarez bilan. Hop, bularda olamiz. Bo'lsa 1 kuni 13 soat qolibdi, 51 minut. Va tangani tez to'plash uchun shu aytganim, o'zingiz stadioningizda ko'proq o'ynang, ya'ni chap tarafda tushishingiz kerak o'zingiz. Keyin reklamalarni ko'ring. Mana bu yerda free coins turibdi, bu yerda coinlar beradi. Naqalar beradi. Tangalar. Olmosda agar olmos to'plamoqchi bo'lsangiz, tez olmosingizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa Live bor. Mana yerda turibdi, Live PH turibdi, 230 ming turibdi. Shu joy tepasi turibdi. Bu maksimum 15-20 bo'lishi kerak. Mana 5 turibdi tepada. Va Live'da ko'proq yutishingiz kerak. Olmos mana o'zi 21 ta, 27 ta shunaqa beryapti-yu. Ko'proq yutishingiz kerak Live'da. Va maksimal shu yerda men Live o'ynamashligim uchun anchadan beri o'ynayapman. Shunda birinchi o'rinda tursangiz, olmos shunaqa ko'p beradi olmos. Har bir 10 martadan yutdingizmi, normalniy olmos olasiz. Olmosni shu yerdan ko'paytirib, asosiy shu yerdan. Keyin hop, mana bu yerga kirsangiz, mana bu yerda men hozir yangi boshladim. 10-o'rindaman ekan. Shu 10-o'rin mana 1
1 ochko. Hop, shu 40, 45, 46 ochko bo'lsa, birinchi o'rinda chiqib, uje boshlanadi musobaqalar, olmos oltin to'pga, kubikka boshlanadi. Oltin to'p kubiklardan обязательно yutishimiz kerak. Обязательно yutishimiz kerak, oltin to'p kubiklardan yutishimiz kerak. Shunda olmoslar ham yaxshi beradi. Birinchisida 30 ta, 25 ta, 15 ta, 5 tadan beradi. Bularni yutishimiz kerak va 26-ga kelgan. Bu DPga beriladigan hujumchilar va Batistuta. Shuni kutyaptim. Batistuta yaxshi kiribdi. Yoqdi menga. Hop, bu yerdan mana $27 sotib olishimiz mumkin ekan. Va olmosni bizga mana shu yerdan asosiy ko'proq o'ynasak, mana shular to'lib beradi. Bu yerdan ham yaxshi to'ldirib o'ynash kerak. Asosiylar shular. Hop, tangani to'plamoqchi bo'lsa, stadionni full qilish kerak asosiy. Hop, keyin olmos to'plamoqchi bo'lsa, liveda ko'proq o'ynab, ko'proq yutish kerak. Hop, keyin missiyalarni bajarib, yaxshi o'ynab, iloji boricha yutkazmash kerak dilsizni o'yinlarda. Keyin akkauntingiz tez kuchayib boradi. Keyin olmos yoki tangani to'plamoqchi bo'lsangiz, mana klan bor. Kimning klaniga qo'shilasiz? Klan qo'shilganingizdan keyin mana sekin-sekin bu klandan ham to'playsiz. Mana 1 million ta bo'lsa 25 ta, keyin mana oxirida turibdi 150 ta beradi. 10 ming ta bo'lsa, bu yerdan ham shu birinchi o'ringa chiqib olishingiz kerak. Men ham endi o'ynayapman. Kuchaytiryapman. 15-o'rindaman, sekin-sekin chiqib olaman birinchi o'ringa. Shu yerdan ham mana pullar beradi. 500 ming va olmos mana. Почти 175 ta olmos. 175 ta olmos bo'ladi. Bu yerdan normal akkaunt kuchaytirib va to'plashga zo'r. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kommentariyaga keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiring.